444, 404 hamda 040 raqami sevgi raqami ekanligini bilarmidingiz? Bu raqamlar oddiy ko'rinadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bu raqam sevgi raqamlari. 444 sadoqat, 4 ishonch, 4 sadoqat, 4 tark etmaydigan yurak. 444 raqamini taqqan odam odatda sevsa chin yurakdan sevadi. Ular uchun sevgi oddiy his emas, bu hayot. 404 sevib yo'qotganlar raqami. 4 sevgi, 0 bo'shliq, 4 yana sevgi. Bu raqamni ko'rgan odam bir narsani tushunadi. Ba'zi sevgilar ketadi, lekin yurakda qoladi. 040 bu butunlay boshqacha. 0 yurak, 4 sevgi, 0 yana yurak. Bu raqam shuni aytadi. Yurak sevgi bilan boshlanadi va sevgi bilan tugaydi. Shuning uchun ko'p odamlar aytadi 444 hamda 040. Bu raqamlar chiroyli, lekin ichida sevgi hikoyasi bor. Savol, sizga qaysi birisi yaqinroq? 444 sadoqat, 404 yo'qotilgan sevgi, 040 sof sevgi. Kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, bu videoni 444 hamda 040 taqqan, ya'ni sevgi ichida yurgan odamlarga jo'natib qo'ysangiz, ishoning, xursand bo'ladi.